Qizlarjonlar, yuzinglarni karislarni yuzchasiga tiniq qo'yadigan CC kremlarimizdan yana sotuvga keldi. Shu CC kremingizni to'liq ma'lumotini berib o'ting degan qizlar uchun bu video. Ko'rib turganinglarda hech qanaqa effektdan foydalanganim yo'q. Sepkalarim, ko'zimdagi qorayish, qizarishlar shundoq ko'rinib turibdi. Yuzimga hech narsa surtmadim. CC kremni tarkibida namlantiruvchi kremi, SPF gasi, tonalli kremi, bazalari mavjud. Quruq yuzinglarni o'ziga shundoq surtasizlar, ko'rib turganinglardek yuzinglarning rangi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa rangga moslashib oladi. Endi rezultatiga o'zingizlar baho beringlar. Mana bu yuzimda sepkalarim, ko'zimdagi qorayishlar shundoq ko'rinib turibdi. Hammasini bittada tekis qilib yopib berdi. Hattoki poralarimda ham ko'rinmaydigan darajada tekis silliq qilib yopib berdi. Bu kremni ishlatganinglarda ko'chada luboy odam yuzingga nima o'zgarish qilding, kosmetologga bordingmi deb обязательно so'raydi qizlarjonlar. CC kremda original variantida menda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa Telegramdan yozinglar, zakazlarni Telegramdan qabul qilaman. Podelka variantiga aldanib qolmanglar, yuzingizda narsa toshib ketib qolishi mumkin bo'lmasa.